Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz 2 qavatli hovli joy bo'ladi. Tayyor patkulish xonadon. To'g'ri girib yashaydi azizlar. 2 xona do'madan yaxshi degan vatandoshlarimiz uchun ajoyib variantlardan birisi, ham arzon narxda, orientiri Sherdor, Shodlik to'yxonaga yaqin yerda, Raysentrda, Qirg'iz Yaponiyadan kirib keladi. Hurmatli vatandoshlar. Bu yerda gaz, svet, suvlardan umuman muammo yo'q, problema yo'q. 19 marshrutda o'tib turibdi. Hovlimiz salar raqamda bir 100 metr yo'la yurib chiqasizlar. Keyin kanalizatsiyaga chiqqan, elimda mashina ko'rdan mestosi bor. Girish ishlari ham ta'mir ishlaridan bismillah deb giramiz. Kirgandan dalan qismi eni 3,5, uzinasi 7 metr razmerda poli oboy qilingan hamma. Chap tarafimizda bu yerda rakovinalar qo'yilgan, kafellar qilingan. Suv, svet, gazlar hammasi gap turibdi. Bu yerda elektrik avtomatlar ham qo'yilgan, litsenziyamiz quyma mustahkam etib ishlov qilganlar. Qo'lishidan yerlar nijavikadan gilamlarni chiroyli qilib döşab qo'ydi. Bu yerda tezorlardan mesalarni rozetka joylari bor. Tezorni xalasangiz bu tarafa, xalasangiz bu tarafa qo'ysangiz ham bo'ladi. Ikki tarafdan rozetka joylari bor. Bu yerda arisollar qo'yilgan. Suv qizdirish uchun bu tarafimizda sanuzel bor. Pastda bir dalan, kuxnya banyosi bor. Boq qismi yuqorida 2 xonasına ega. Bu yerimizning yumushxona, hajatxonasi ikkisi bir yerda, oyoq kiyimlar ham, divorlar ham kafel. Patologlar esa plastik registrlari bor bu yerda. O'rtacha kattalikda. Bu oshxona qismi bo'ladi. Oshxonasi eni 3,5, buning uzinasi 3 metr razmerda. Moyka to'shkasi bu yerda kir mashin to'shka, fartiklar qilingan. Rozetkalar to'shab ketilgan, aynalar plastik hamlarni podogoniklar achib qo'yganlar. Bu yerda registrlar ham qo'yilgan. Zamonaviy duxkontenli nasiya tapliam o'rnatilgan. Bu yerda bog'am bayan topchan qo'yib bir dam olib o'tirmoqqa mesta. Krugoy steshka ham qilingan. O'rtada zeleniy zonasi bor. Bu yerda skvajinaga xalasangiz, skvajina ham ishlatishingiz mumkin. Hurmatli vatandoshlar. Divorlar ham bir mo'yishchi aboyadan foydalanganlar. Yuvib sirib olaversa, oyoq kiyimlar laminatlar ham yaxshi laminatlardan. Hurmatli vatandoshlar. Litsenziyamiz ham quyma betondan nijavika qo'yilgan, qo'lishidan yerlari gilamlar ham döşalgan. Ikkinchi taraf chiqqandan 2 xonasi va eshiklari endi feshik. Bu tarafimiz spalniyasi bo'ladi. 3,5-4 metr razmerda, oyoq kiyimlari laminat pol, divorlar oboy, aynalar plastik ramlardan. Bu tarafda esa zal qismi 6 metr uzinasi, eni 3,5 metr razmerda. Ajoyib joy, tayyor xonadon qarab yurgan vatandoshlarimiz uchun zo'r variantlardan birisi bo'ladi. Narxi 380 million so'm kelishadigan yeri bor. Yo'l ham yaqin, transportdan suv, svet, gaz, bog'cha, maktab hech qanday muammosi yo'q. Yana tarafda bog'cha, maktablar ham bor, magazinlar ham bor. Hamma o'ng'ayli. Raycentr 02, Xalq banki, kadastr, nalogi hammani o'ng'ayli. Raycentr bozor ham yaqin. Peshkom borsangizlar ham bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, azizlar, qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilishingiz mumkin. Pryamoy mulkiyasini yanına olib kelamiz, o'zlari bilan savdolashib, kelishib olaverasizlar. Hammaga sog'lik, omonlik tilamiz. Keyingi roliklarda görüşünce xayrlab qolamiz.